Nima sababdan mana shu BMWlarni eshikdan balongacha bo'lgan o'rtadagi kriloni zazori juda ham katta tashab ketiladi, bilasizlar? Bilsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Xitoyda BMWsidan zerikkanlar uchun toza nemetskiy BMW Koreyadan kelgan ekan. BMW i5 530 G60 ekan. Turi 3 sekundda yuzga chiqayotgan, to'liq privedli, ya'ni oldi-orqa privet ekan. Oldi mordalari ham juda ham derskiy ko'rinishda. Xo'p, MK Michelin balonlarda tormoz sistemasi katta supportlarda. Zo'r komplektatsiya ekan, juda ham yoqdi. O'zim bitta aylab kelgandim. Biskvit joylari, slip joylarigacha bor. Yaxshi akustikalar, salonni ham qaranglar, juda ham chiroyli, go'zal, Abduf abagrifflar, oldin elektro paket, xrustalniy. Mana bu pultlari ham takoy original ekan. Mana bunaqa radarlarigacha bor ekan o'zini. Monitorlari ham juda ham chiroyli ishlangan, qaranglar. Head-up display deysiz, bunaqa Tiptronic hamma narsasi bor. Xullas, mashina ajoyib ekan. Yangi shtorkalarigacha bor. Orqalari ham keng, yaxshi ishlangan ekan. Shtorka katta panorama. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, mashina sotuvda tayyor ekan. 2024-yil 11-oyda ishlab chiqarilgan. X-Drive 530e G60 ekan. 2 litrlik twin turbo ekan. 90 km tokda yurgan ekan. Turi 3 sekundda yuzga chiqar ekan. Bunaqasini ko'rganmisizlar? Ko'rgan bo'lsanglar kommentariyada yozib ketinglar, necha pul ko'rgansizlar. Xullas, mashina narxi 120 ming dollar qilib ber ekan. Mabodoga savdolasanglar bo'lar ekan akalar, kami bor ekan. Pastda raqam qo'yaman, bemalol telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Ma'lumotlarni, xarakteristikasini ham opisaniyada yozib qoldiraman, bemalol tanishib chiqsanglar bo'ladi. Zo'r mashina ekan, yangi, без пробег mashina. Bosib olinglar akalar.